Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Sharof Rashidov tomoni axborot kutubxona markazi. Abdulla Raimov Nilufar Raimovalarning Hikmatlar shodasi kitobi. Jamiyatimiz yanada shakllanishi va ravnaq topishi uchun yoshlarning har tomonlama kamolatga erishishida, chuqur bilimli, axloq odobda boshqalarga o'rnak bo'la oladigan, vatanni sevuvchi, pok vijdonli bo'lishida ma'naviy hamroh doimo zarur. Mazkur kitob ezgulikka, mehnatsevarlikka, insonparvarlikka chorlovchi aforizmlar, ya'ni hikmatlar so'zlaridan tarkib topgan. To'plam ming yillardan beri sayqal topib kelayotgan Sharq va G'arb mutafakkirlarining hikmatli so'zlaridan, zamondosh iste'dod egalari va adiblarning ijodlaridan olingan namunalar asosida tuzilgan. Hikmatlar shodasi kitobi eng ko'p foydalanadigan ma'naviy qo'llanmalardir. Aql ila olam yuzin obod qil, xulq ila olam elini shod qil. Alisher Navoiy. Adovat emas, adolat yengadi. Kuch adolatdadir. Amir Temur. Ushbu hikmatli so'zlardan bahramand bo'lmoqchimisiz? Kutubxonaga tashrif buyurib, mutolaa qilishingizni tavsiya qilamiz.